Mana bu chiroyli gulga nima deysizlar? Qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borayotganlar, barchalaringga Xudo xolasa boshlangan kunlar xayrli bo'lsin. Bu video syomkamiz 2026-yil 21-iyun sanasiga ko'ra olinmoqda. Xudo xolasa qadrdonlar, kimga so'ri, tapchan, chorpaya, supa deydi kimdir, qanaqasi kerak bo'lsa va undan tashqari mana bunday panda fason divanlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa nomer pastda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzil Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'idan bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, hammalaringni ko'p kuttirmagan holatda birma-bir so'rilarimizni tanishtirishda davom etamiz, Xudo xolasa. Hop, mana bu ko'rib turgan so'ringiz razmeri 2,5 ga 3. Hop, dilali so'rimiz bo'ladi, oyoqlari yong'oq bo'ladi. Bunimizni narx-navosi Xudo xolasa hozirgi kunda 4 million so'm. Kontaktasiz, albatta oyog'ida baloni bo'ladi. Dastavka xizmatlari vodiy bo'ylab, qolgan viloyatlarga 500 ming so'm qo'shilib qoladi. Hop, undan keyingisini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu nima deyapti? Qadrdonlar, mana bu. Kurslariga necha mana. Bitta like bosib qo'yinglar. Shunday. Hop, mana busiga kelsak, bunisi razmeri 240 ga 290, oyoqlari yong'oq bo'lgan so'rimiz. Buni narxi 4 million 200 ming so'm. Skameykasining narxi 1 million 200 ming so'm. Mana bu naqshli oyog'i yong'oqdan bo'lgan xon taxtamiz 600 ming so'm va undan tashqari misol 200 ming, 400 ming so'm misol mana. 400 ming so'mga ham xon taxta bor mana. Kimga qanaqasi bo'lsa, Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, ishlaringni tez va sifatli qilib bitirib beramiz, Xudo xolasa. Hop. Va undan tashqari mana bu yerdagi so'rimiz esa, bu so'rimiz 4,5 million so'm tortma gulli so'rimiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Skameyka xon taxtalar alohida narxda bo'ladi. Misol uchun mana shu xon taxta 1 million so'm. 130 ga 160 razmerda bo'ladi. Kursisi ham o'ziga patsvit bo'lgan tortma gulli kursi. Shunday. Hop, va bundan tashqari mana bu yerda atirgul fasonlarimiz bor. Bularimiz narxi atirgul 3-model deb qo'yamiz. 6,5 million so'm. Bizga obuna bo'lganlar uchun, bizni kuzatib borayotganlar uchun 6 million so'm qilib beramiz, Xudo xolasa. Va mana bu yerda menga gul puli kerak emas, o'ta skromniy bo'lsin deganlar uchun mana high-tech modelda gladki fasonimiz mana. Ko'rib turganlaringdek, oyoqlari yong'oq bo'ladi. Balonlarni ham kattasidan qo'yib qo'yganmiz. Bemalol u yoq bu yoqqa sudrab yuraverasizlar. Endi mana bu yerda esa gladki atirgul aralash fasonimiz. Mix deb qo'yadimi? Nima deb qo'yadi? Xullas mana. Juda go'zalidan bo'ladi, Xudo xolasa. Orqa tomonlarigacha o'ta chiroylisidan bo'ladi, Xudo xolasa. Buni ham narxi 6 million 800 ming so'm, Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Boshqa viloyatlarga 500 mingdan 1 million so'mgacha yo'l puli qo'shilib qolyapti. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Hop. Keyingi etapda misol uchun mana 2,5 ga 3,5 razmerdagi so'rimiz bor mana. Tevasi gladki, pasi o'ymali bo'lgan so'rimiz. Buni narxi 6 million 500 ming so'm mana ko'rishingiz mumkin. Hop, bu so'rilarda 5,5 milliondan 7,5 million so'mgacha bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, rasmlarni tashab beramiz. Hop, mana bu yerda esa karona, teva pasti karonali tozaloq gulli so'rimiz. Buni narxi 5 million 500 ming so'm. Hop, mana bu yerda karona modelimiz bor. Tevasi ham, pasti ham o'yilgan karona gulligimiz. Hop, yog'ochlari 5 lik bo'ladi qalinligi. Buni narxi, so'rini narxi 8 million so'm, xon taxta 1 million so'm. Bu bilan 1 million 200 ming so'm. Jami 10 million 200 ming so'm bo'layapti.
Mana bularni chiqarib tashlasak 8 million so'm bo'lyapti. Meni kanalimdan chiqqanlar uchun xudo xolasa komplekt 10 million 200 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, shu turishini vodiy bo'ylab mana shu holatda 9 million so'm qilib beraman, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hop, mana bu yerda esa yana ham bejirim bo'lgan so'rimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, 2,5-3 razmerda, narxi 10 million so'm edi. Skidka narxida 9 million so'mga tushirib qo'yganman. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Va undan tashqari mana har doimgidek legenda bo'lgan, trend olayotgan toy so'rimizni original varianti, birga bir luks kopiyasi emas, toza originali, xudo xolasa. Buni narxi 15 million so'm. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring kelishtirib beramiz. Va keyingi etaplarda xudo xolasa obunachilar so'rilarni bir qator tanishtirdim. Arzonroqlari ham bor, hozir tayyorlanyapti tashqarida. Mana bu panda fason divanlarimiz bor. Undan tashqari bu divanlarimizni narxiga kelsak, vodiy bo'ylab 1 million 100 ming so'mdan qilib berayotganmiz. Majalkasining qalinligi 10 sm bo'ladi. Taglarida chamadoni bor, rasvetkasi har xil ranglaridan bor. Aloqaga chiqsalaring rasmlarini batafsil tashlab beramiz. Qolgan viloyatlarga 1 million 300 ming so'mdan yetib boradi. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Xo'p, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, videolarimiz foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta bo'lishimizga oz qoldi, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha tanishtirib o'tdim. Videoda xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, avvalambor uzr so'rab qolamiz. Xo'p. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xudo xolasa sog' salomat bo'linglar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar shu temalar bo'yicha. Endi qadrdonlar bir qator Kionga 270 ta ham aytaman deb aytmay ketibman mana. Mana bu yerda tayyorlashyapti, xudo xolasa. Kionga 270 bo'lgan so'rilarimiz shu oddiy gradki fasonda bo'ladi. Narxi 2 million 200 ming so'm. So'ralarimiz tayyorlashmoqda. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu lagalari ham 5 ga 8 bo'lgan baquvvat lagalardan tashlanadi. Xudo xolasa. Shunday. Mana shu aka uchun ham like bosib qo'yasizlar, ustaga uchun. Va mana bu yerda undan tashqari 4 kishilik choyxona so'rilarimiz ham bor, qadrli obunachilar. Shuni esdan chiqqan ekan, esga kelib qoldi, ko'rsatib qo'ydim. 1.42 10 razmerda bo'lgan 1 million 100 ming so'mdan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.